Maishiy texnika ishlab chiqaruvchi Zifler kompaniyasida yangi davr boshlanmoqda. Bugun kompaniya rebrendingni amalga oshirdi va o'zi tomonidan ishlab chiqariluvchi texnikalarning yangi modellarini taqdim etdi. Xo'sh, rebrending kompaniya tomonidan ishlab chiqariluvchi texnikalar sifatiga qanday ta'sir qiladi? Bugungi taqdimotda mazkur savolga javob topamiz. Rebranding faol marketing strategiyasi bo'lib, bu brendning nomi, logotipi, shiori va albatta ishlab chiqaruvchi mahsulotlardagi o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Bozorga moslashmasdan qoidalarni o'zgartirishni shior qilib olgan Zifler kompaniyasi ham rebrandingni amalga oshirdi. Taqdimotga kelgan insonlarning soni ko'pligidan ham kompaniya rebrandingi va maishiy texnikalarning yangi liniyasiga bo'lgan qiziqish juda yuqori bo'lganini anglash mumkin. Taqdimot startidan avval brend menejer Bahodir Karatayevdan maishiy texnika bozorida o'z o'rniga ega bo'lgan brend nega rebrandingga qo'l urgani va yangi texnikalar tarmog'ining afzalliklari nimadan iborat ekanligini so'rab oldik. Bugun nafaqat logotipimiz o'zgardi, rangimiz o'zgardi, strategiyamiz va o'zimiz oldimizga qo'ygan missiyalarimiz yana ham kattalashdi. Har tomonlama, ya'ni har bir mahsulotda, har bir yo'nalishda yangi texnologiyalarda ishlab chiqarilgan texnikalar qo'shildi. Rebrandingga bizani ilhomlantirgan narsa, biz 10 yil mehnat qildik va o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarni qisman erishdik, yaxshi yutuqlarga erishdik, xalq mehriga qisman bo'lsa ham sazovor bo'ldik, odamlar biz haqimizda gapirishni boshlashdi, tanlashni boshlashdi, yaxshi so'zlar haqida eshitishni boshladik va bundan o'zimizga savol berdik, biz bundan ham ko'proq va yaxshiroq narsa qila olamizmi degan savol bo'ldi. Albatta, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda hamma Zifler tanlashini Xudo xohlasa oldimizga maqsad qilib mo'ljal qilib qo'yganmiz va shu narsaga erishish niyatidamiz. Taqdimotda Zifler tomonidan ishlab chiqarilgan yangi texnikalar tarmog'ining qulaylik va afzalliklari to'g'risida ma'lumot berildi. Oxirgi 10 yilda O'zbekistondagi minglab oilalar hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan Zifler endi yangicha sifat va dizayndagi texnikalari bilan o'z masshtabini kengaytirmoqchi. Zamon bilan hamnafas bo'lish davr talabi hisoblanadi. Brend o'z texnikalariga sun'iy intellektni integratsiya qilgani ham yaxshigina qiziqishga sabab bo'ldi. Sun'iy intellekt singdirilgan changitgichlarimiz bo'ladi. Bu har bitta uyda ayollarimizga yoki yosh bolalarga juda ham vaqtini tejamkor qilib berishga yordam beradigan texnologiya va sun'iy intellektni biz sovutgichga ham tatbiq qildik. Ya'ni har bir iste'mol qiladigan ovqatimizni o'z kerak maromida o'sha temperatura graduslarini hammasini kerakli darajada qilib beradi. Bu bizga nima beradi? Ya'ni o'z sabzavotimiz bo'ladimi, mevalar bo'ladimi, har bitta mahsulotga o'zini ya'ni polkachasi bo'ladi. Har bir polkaga qo'yilgan mahsulotda har xil temperaturada o'ziga kerak bo'lgan temperaturani sovutgichlarimiz ta'minlab bera oladigan texnologiya qo'yildi. Tadbirda Zifler maishiy texnikalar tarmog'i bilan ko'p yillik hamkorlikni yo'lga qo'ygan tadbirkorlar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Endi asosiy savolga javob topsak, rebranding Ziflerning mahsulotlari sifati va narxiga qanday ta'sir qiladi? Ushbu rebranding kechamizda, tadbirimizda Zifler brendining 40 dan ortiq lineykalar mahsulotlarini taqdimoti bo'lib o'tmoqda. Aytishimiz mumkinki, 7 ta toifadagi mahsulotlarga, ya'ni sun'iy intellekt texnologiyasi joriy qilingan. Sun'iy intellekt degani insonlarning fikrida o'sha qimmatchi mahsulot bo'lib shakllanib qolgan, ammo Zifler bunga yechim berdi. Ya'ni boya aytib o'tgandek, yuqori dizayn va mukammal ishlab chiqarilgan mahsulot bilan Zifler kam xarajatli, ya'ni shu bilan birgalikda xalqimizga hamyonbop bo'lgan mahsulotlarni taqdim etib qoladi. Rebrandingni amalga oshirgan va yangi texnikalar avlodini taqdim qilgan brendning kelgusi rejalari ham albatta juda qiziq. Hozirgi kunda O'zbekiston bozoriga eng dunyodagi oxirgi texnologiyani qamrab olgan texnikalarni, ya'ni maishiy texnikalarni tatbiq qilish, chunki oldin biz Yaponiyaga yoki Amerikaga yoki Yevropaga havas qilib kelardik. Hozirgi kunda bugun ko'radigan mahsulotlaringizni bemalol g'urur bilan aytsam bo'ladi. Amerikada ham, Yaponiyada ham, Yevropada ham bo'lsa bu yil paydo bo'lgan. Ya'ni biz ulardan hech qanaqa orqada qolib ketmayapmiz. Xudo xohlasa baravar yonma-yon va chet eldan mehmonlar chaqirganmiz. Bugun ular ham qisman mahsulotlarimizni ko'rib juda ham hayratda, ajablanib qolishdi. Zifler kelgusida xorij bozorlariga kirib borishni va dunyo davlatlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishni maqsad qilgan.